Bismillah akalar. Ana. Tungi soat 20:15 1-noyabrda bo'lyapti. Xudo xolasa akalar. Inshaalloh Abdulhakimdan yana promoyda kelyapti akalar. Bitta Assalomu alaykum Sardorbek aka. Obunachilar xudo xolasa like bosib gumbillatib turasizlar. Aka, o'tgan 2 kun oldin aka ikkita forada qo'ylarimiz yetib keldi aka. Xudo xolasa savdogar akalarimizni ham, dehqon akalarimiz ham hammalarni ishlarini bitkazib berdi. Xudo xolasa savdogar akalarimdan, dehqonlar ham hammalari kelishaveradi aka. Hammalarni xudo xolasa chiroyli qilib ishlarini bitkazib beramiz aka. Necha bosh keldi Abdulhakim? Aka bu yerda 150 ta aka. 150 bosh. Akalar, xudo xolasa katta yo'lni yoqasidamiz mana. Inshaalloh kelaverasiz. Nechta kerak? Hop, bugunga ham necha fura kelyapti? Bugungi aka bunisi bir fura aka, xudo xolasa bugun kechasi bilan aka 300 bosh qo'yimiz yetib keladi aka, qolganlari ham. 300 bosh akalar, xudo xolasa kelaverasiz sana. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, yaqinlarga jo'natib turasiz aka. Haqiqiy birinchi qo'ldan olaman degan tanishlaringizga tezlik bilan jo'natating. Mana akalar, chiqadi. Haqiqiy dodalari kelgan mana. Haqiqiy zo'rlarida. Ha. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Haqiqiy qo'chqordi, zo'rlari kelgan. Toza to'qlilar aka, yem boplari. Tish yorganlarga yaqinlari ham bor. Bismillah. Abdulhakim qachon chiqaradi Sardor olib kelgan qo'ylarini? Birinchi partiyasida qo'yi og'zu furalab tushiryapti turadi deydigan akalarimiz bo'lsa, aka bir yaxshilab bitta narsani ko'rsataman, bo'ldi, boshqa ko'rsatmayman. Qo'y sig'maganligidan tashqarida yotibdi. Shuning uchun bittadan like bosib turing aka, hammasini partiya qilib, obzorini sizga xudo xolasa yetkazamiz. Bugungi nasl yo'nalishiga, zot yo'nalishiga, go'sht yo'nalishiga xohlagan tipingizda bo'ladi. Pryamoy birinchi qo'llardan so'ragan aka-ukalarimiz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardor Bloger kanali obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari va mana shunday yirik yemga tayyor asl Qirg'iziston Bishkek qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga xudo xolasa dushanba sanamizga inshaalloh 3-noyabr 2025-yil. Biz videolarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'ondamiz. Abdulhakim do'stimiz qo'y fermalarida. Akalar, bir qator charchovlarni chiqarib, bir qator licheyni vaksinalarni qilib chiqarilayotgan Abdulhakimdan. Assalomu alaykum aka. Bir kun o'tkazib mana shu charchamasdan. Abdulhakim charchamay. Xudo xolasa aka, aytganingizdek qo'ylar bir marta vaksinasini qildirib qo'ydik aka, charchovlarni chiqartirib qo'ydik. Inshaalloh olib borishadi, yana bir marta vaksinasini qilib boqishaveradi aka, dalishi. O'ylanmay aka. Xudo xolasa bu nima uchun aka? Isbot dalil. Promo tushib kelyapti aka. To'g'ri, siz ham promo kelavering. Hech qayerga burilmang. Sitapordan aqabaqa qilmaysiz. To'g'ri kelasiz aka. Va kelishaversin, xudo xolasa aka, savdogar akalarimizni ham, dehqon akalarimizni ham aka, hammalarni ishlarini bitkazib beramiz aka. Hop, bugunga necha bosh chiqaramiz Abdulla aka? Bugunga aka o'pish qo'yimiz soni bir 200 ta atrofida qo'yimiz bor aka. Videoga chiqadigani bir 150 ta atrofida qo'y chiqaramiz aka. Hop, birinchi partiyamizga necha bosh? Birinchi partiyamizga aka 20 dona aka. Bir pachka. Aytyapman, 7 ishda sog'lik salomatlikdan xavotirlanmang. Bir kun o'tkazib, licheynasini qilib, yengil charchovni chiqarilyapti aka. Keling, ko'ring, o'zingiz guvoh bo'ling. 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal deydi. Hop, Abdulhakim yosh oyligi qanaqa bo'ladi? Yosh oyligim aka 10 oylik. Shunaqa aka, 10 oylik plus minus aka. To'g'ri aka, ko'ryapsiz. To'sha tug'ilganda hech kim tevasida bo'lmagan buni aka. Bo'yini bo'yiga, sortiga, kelasiga, hamma narsasini to'g'rilab aka jonivordi. To'g'ri, jonivor. Bir qator bo'yini o'lchab beraylik, obunachilarimiz aka. Bo'ylarni o'lchab berib ketaylik. Tish yormaganmi Abdulhakim mashhur? Yo'q aka, tish yormagan hali. Bismillah. 84. Mashalloh. Hammasini qulog'ida aka sirg'alari bor aka. Hozir uni yo'q. Texnika rivojlangan payt aka jonivor bo'ylarni o'lchab berishga obunachilarimiz aka. 82, 80 plus. Tamam. Hop, aka 80 ga olsa meni biroz so'kadim aka. 80 ga olsa mana bo'yini aka. O'ylanib o'tirma. Plus obunachilarimiz bonus aka. Hammasi 100% qo'chqor Abdulla aka. Qo'chqor aka, hammasi qo'chqor aka. Endi aka, to'g'risiga bunaqa joylarda kunduzi chiroq yoqib ham topa olmaysiz-da. Sizga tavsiya qilyapmiz aka. Hazlakam chakana ferma emas-da aka. Yirik fermadan, xudo xolasa. O'torlardan aka. Inshaalloh aka, to'g'risiga mana 80 plus. Hop, 80 sm. Tamom. Buning ikkita oqi bor ekan-a? 2 dona oqi bor aka. Mana bu oqni ham ko'ravering, mana bu. O'ta klassik aka. Vashshi aka, haqiqiy klassik ekan. Eng kichigi ashi ekan, lekin eng klassikasi ashi ekan.
sifati ham, sorti ham boshqacha. Aka, xudo xolasa qo'ylar o'ziga shuni jalb qiladigan qo'ylar keldi, xudo xolasa aka. Nima deymiz Ko'rgan Abdulla odamni. narxini? Aka, narxini ham tartibsiz uni qilib qolamiz. Qo'yimiz ko'p aka, partiyamiz ham ko'proq bo'ladi. Ortiqcha narx aytib uni qilmaymiz aka. Xudo xolasa savdogarga beradigan narxda aka bugun dehqonlar ham oladi. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib ko'ringlar, obunachilar aka, buni 5 milliondan da 48 dan da 49 dan qilmaymiz aka. Hammasini bir yerga 20 dan olaman degan obunachilar 4 million 700 ming so'mdan bor aka. Barakasini bersin. 47 da aka xudo xolasa dastavka qilib beriladi. Abdulla Hakim mard bu. Tanlab olsin 47 dan men aka. Men ham mardman, lekin ichida 5 milliondan ham bermaydigan qo'chqorlarim bor aka. Mard bu Abdulla Hakim. Qo'yim ko'p, maqsad sotish aka. Olsin mana 47 dan tanlab olsindimi, optimal olsa aka 100 ming so'mdan kam bo'ladi meni. Abdulla Hakim mard bu. Aka, men ham mardlik aka 5 milliondan turib 300 ming 200 ming o'tib bersam, u befoyda narsa aka. To'xtab turing. Hozir seryozni telefon qilsa, mana realni gapirishlik 4,5 dan qilsa berasini bermaysin. Aka, magazin narx deyilgan narx yo'q bayda aka. Ana Telefon qilsa aka o'tib berilaveradi. Ana shu narsani bu qo'yni bozorga chiqsangiz 5 million 5,5 million deyapti, lekin so'rab oladi. Aka, telefon qilib so'rashsa ham, so'rashmasa ham aka, mana keyin qo'lda berib, mashina ham 4,5 milliondan baribir aka berilaveradi aka. Bu o'g'il bola gap aka. Buni mekin-chikin qilib, cho'zib buni ustiga 100 ming so'm qo'shib, telefon qilsa o'tib beraman degan gap so'zni keragi yo'q aka. Jazman, yuragida o'ti bor, maslahat qilib olib, yigitcha savdo qilgan insonga aka bo'yi ham chakana qo'ymas, janavilarning sortiga ham bir qator baho berib qo'ysin-da, quloqni ham uzunliqlarga aka, garbanosiga hamma yo'q aka, e'tibor berib qo'ysin. Bo'ladigan narsalar aka. Kichiman, sog'lig'i bo'lsa aka qo'yjayda qo'yadi. O'zimga tan aka, sog'lig'i bo'lsa maza qilib boqishmaydim aka, sog'lig'i bo'lsa o'zim olib qolaman aka buni. Qo'chqora qo'shib bermayman aka. Lekin mana bu oqladi aka, to'g'risi. Qayga bo'lsangiz 5,5 milliondan kamdan bermaydi-da, janavarni uzunliqlarini ko'ring aka, toza narsa xudo xolasa. Chakana qo'ymas aka. Xudo xolasa bir yerga 20 tasini oldim deydigan odamga inshaalloh aka bo'ladigan real narxi 4 million 500 ming so'mdan yemlayman deydigan odamga tavsiya qilinadi aka. Aka, xudo xolasa telefon qilish olsin. Men qo'yilayotgan partiyalarimiz aka, qo'yilayotgan narxlarimiz kimgadir ma'qul kelmasa, nabodada aka, kimgadir ma'qul kelmasa, telefon qilsa hammasini sunnat xayrisini qilib beriladi aka. Inshaalloh telefon qilish olsin, ishlarni bitkizib beramiz aka. 4 million 500 ming so'mdan o'z darim yeri obunachilar telefon qilaveringlar. Baribir aka olsin aka. Mana bu aka tavsiya qilaman. Shoshiling birodar, shoshiling. Sizga tavsiya qilyapman aka. Oling, maza qilasiz. Bo'yi ham chakana qo'ymas, obunachilarni o'sha tarafni hisob qilib qo'yib qo'yinglar-da, 80 plyusga olaveringlar. 80 ga olinglar mana sizlar uchun. Maza qiling akalar. Endi akalar ikkinchi partiyalarimizga xudo xolasa qora tayyorlarida. Endi aka tavsiya qilaman. Xudo xolasa mana shu Toshkentdan ham ko'p yerlarda aka savdogar aka-ukalarimiz kelib ketyapti. Bu aytyapman, yana kichkina chakana qo'yib berma demang aka. 300 ta 200 ta qo'y bir yerga aka hali tushgan yo'q. Shuning uchun tavsiya qilaman. Xudo xolasa olgan inson baraka topsin. Nima deymiz? Nechta Abdulla Hakim beyda? Aka, bu yerda 22 ta. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor aka. Xudo xolasa aka olgan inson maza qiladi. Bo'ladigan narsalar, oyoq qo'li ham cho'ziq variantdan aka. Bilamiz, Hammasi bo'limli narsalar aka. Qo'y aka, chakana, mayda-chuda qo'zg'olmaydi, lekin mana bular vahshiy yirik ekan, aka. Allohni ham aka, suyagini ham ko'ring, suyagini ham baho berib qo'ying aka. Mayda-chuda qo'ymas aka. Bu 85 bo'yi ham aka. Xudo xolasa aka olgan inson maza baraka topadigan qo'y. Mana qo'ylar qara. Mana qo'ydi aka, dumbasiga qara. Kam yo'q-da. Mana qo'y. Mana shunaqa qo'y, yelkani ham ko'ring. Yelkalar ham aka katta, yirik variantda. Xo'p. Abdulla aka, ko'ring aka. bo'y vastlarini nechiga beramiz? Bo'y vastlari 80 ga olishaveradi aka, 80 santimetrga. Mana shu ko'chada aka libojoyga boring 5 milliondan kamdan qaytmaydi-da. Aka, nech pulga beradi aka? O'zingiz mana kanalingizni qo'yib yursiz, mana qo'chqorlar nech pulga beradi aka? Ha 47 dan qo'ydingiz-ku tanlab olishga. 47 aka, 4,5 millionni tanlab olishga olsin mana aka. 4,5 million so'm olasiz aka. Mana maqsad sotish aka. Buni to'g'risi gap aka, 2 ta 3 ta foruda qo'y kelyapti, dangali gap aka. Savdogar akalarimiz ham ketishyapti, Andijondan kelishyapti aka, Qo'qondan kelishyapti. 70 ta, 80 ta, 30 ta, 20 ta qilib olib ketishyapti aka. Xudo xolasa kelaveringlar obunachilar. Aytibman, videoni boshlab aytdim aka, bugun savdogar oladigan narsa dehqonga qo'yib beraman dedim aka. Xudo xolasa kelishyapsiz aka, 4,5 milliondan yoqqan tanlab olasan aka. Optimal olasan. Mayda juda qilmayman, 4 million 300 ming so'mdan. Baribir aka. Abdulla Hakim, 4 million 300 ming so'mdan aka olsin mana. barakasini bersa aka, mana shu mard gap bo'ladi. 43 dan endi aka 4 millionni arzimagan qo'yaveryapti. Apoman, hisob kitob tiqingda aka. Arzon bo'lsa olavering. Dangal gap bo'ldi, boshqa gap keragi yo'q aka. Miyangiz bilan yaxshilab hisob kitob qiling. Aka, inson men qarangda o'zini
o'zini harakatiga, o'zini qo'pol olsa quvvatiga to'g'risiga aka ishonish kerak. Birov maslahat bersa aka qabul qilinmaydi. Xudoga tavakkal qilib, yigit kishi aka o'zini kuch-quvvatiga, harakatiga ishonish kerak. Jaydari qo'ymas aka. Sizdan harakat Xudoyimdan barakat aka. 4 million 300 mingdan aka liboy savdogaringizga ko'rsating. Liboy aka qo'yni tushunadigan bir dehqonmi, bozorda odam xohlagan insoningizga ko'rsating. Agar qimmat desa aka, yana o'tib beriladi. Va o'tib berilaveradi aka. Maqsad sotish realni aka. Aytyapmiz aka, savdogar akalarimiz ham kelsa, savdogar akalarimiz ham ishlarni bitkazib beramiz deyapti aka. Xudo xolasa obunachilar, men 4 million 300 ming so'mdan aka darim bo'lyapti. Darim bo'lmasa aka arzon bo'lyapti, gap gapirilmaydi aka. Xohlagan bozorlarga solishtirib keyin kelishingiz aka, narx-navoni behuja. Qo'yim ko'p, maqsadim sotish aka. Hammasini bir yerga 20 tasini oldim degan marta obunachini telefon 4 million 200 ming so'mdan. Baraka aka mana. Mana bu o'g'il bola aka. Buni qo'yladi qarang aka. Chakana qo'ymasdi aka. Chakana qo'ymasdi jon aka. Va bo'yi ham 70 ni qo'ymas aka, 80 plus minus olishingiz aka. 43 ham yo'q. 43 ham yo'q aka. Olishsin mana aka. Aka 4 million 200 ming so'mdan. Endi bitta narsa. Uvolam bo'lib ketadi aka. Yo'qligida qidirib yurdik. To'g'risiga. Borlig'ida uvol qilmang aka. To'g'risiga eng yomon narsa bu uvolchilik. Uvol qilmang aka. Xudoyimga tavakkal qilib oling aka. Yengil bo'lyapti birodar. Arzon bo'lyapti. Tam berish kerak, arzon bo'lyapti. Tavsiya qilaman aka. Endi akalar xudo xolasa 3-partiyalarimiz. Mana soni nechta Abdulakim? Sonim aka 23 ta. 23 ta. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor aka. Ichida arg'achi yaxtasi bo'lsa ham o'zimgadan qolaveradi aka. Hammasi bo'ladigan narsalar aka. Mayda chuda narsa emas aka. Mana shu 3-partiya boshlanyapti. Maydaradimi desangiz, to'g'risiga pul ozayishi mumkin, lekin sort sifat ozaygan yo'qda aka. Shunisiga e'tibor bering. Sorti bilan sifati pasaygan yo'q aka. Mo'janiverlar aka, bunday sifatiga ham baho berib Pul qo'ysin pasayishi aka. mumkin, lekin sorti sifati pasaygan yo'q. Xudo xolasa aka jaydaridan qo'ydi narxida qo'yib beraman aka. Xudo xolos jaydari qo'ydi narxida qo'yib beraman. Yosh oyligi qanaqa bular? Yosh oyligim aka 8-9 oylik atrofida aka. Bo'y vastlari qanaqa chiqadi? Bo'y vastlari aka 75 plus minusga olish olsin aka. Nima deymiz? Abdulakim. Narxga keladigan bo'lsa ham aka, buni mikinchikin qilish kerak aka. 4,5 dan 43 dan 44 dan qilish kerak aka. Bir yerga olsin 4 million 200 ming so'mdan ketaveradi aka. 4 million 200 ming so'mdan tellab olsin, optimal olsin aka 4 million 100 ming so'mdan aka mana. Mart bu. Mana aka martlik qilyapman mana 4 million 100 ming so'mdan qayda beradi aka? Maqsadingizni tushunib turibman Abdulakim. Meni maqsadim emas aka, maqsadimda hech kim maqsadiga yetmagan aka. To'g'risiga niyatingizni turibsiz Abdulakim. Olsin mana aka 4 million 100 ming so'mdan 4 million 200 ming so'mdan tellab olsin aka. Niyatingizni bilib turibsiz Abdulakim. Qo'yim ko'p aka, maqsad sotish, dangali gapda. Buni aka sizga bela 4,5 dan turib aka 40 ga shu bersangiz xursand bo'lasiz-da. Unaqa naqam aka 4 million 200 ming so'mdan gapsi tellab olsin dem aka. Optimal olsin 4 million 100 ming so'mdan aka mana. Niyatingizni tushunib turibmiz. 4 milliondan endi aka bu qo'y jaydarisini ham bermaydi-da, to'g'risi gap jaydarisini ham jon aka. Men qo'ydi hisob kitobini ol. Siz beraman dedingizmi? Mart bu. Baraka olsin aka. 4 million so'mdan. Mayda juda gap kerak. 4 million so'mdan bir joyga olsa ketaveradi aka. Va optimal olaman degan marta obunachini telefon qilsin, o'tib ham beraman aka mana. Dastlabki qanaqacha qilib berasiz? Dastlabkamiz Samarqandgacha besplatni yetkazib beraman aka. Samarqandgacha besplatni. Endi soniga qarab aka. Misol Surxondaryo, Navoiy, Buxoro aka telefon qilish olsin. Termizgacha yetkazib berdimi? Xudo xolasa obunachi o'tarib ham kelishgan holatda yetkazib beramiz aka. Xudo xolasa aka yetkazib olib berilaveradi. Ash tomonlardan misol sherih bo'lib ishlayman deydigan ko'kalarimiz bor-da, voha tomonlardan ham to'g'risiga. Aka xudo xolasa hammalarini kelishaveradi. Savdogar akalarimiz bo'lsa ham, dehqon akalarimiz bo'lsa ham hammalarini chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz aka. Maqsadimiz sotish aka. Maqsadimiz bu narsani kengaytirish aka. Sherih bo'lib filial qilib ochaman deydigan ko'kalarimiz bo'lsa ham, xudo xolasa filialga ham yo'l qo'yib beradi. Januar durlar aka, xudo xolasa. Ishlanaveradi. Xudo xolasa aka. Sherihchilikda ham ishlanaveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Xo'p. Bu aka arzon bo'lmasa dangaliga 4 million so'mdan arzon bo'lyapti. Arzon bo'lmasa aka kuniga 100 ta 150 ta qo'y sotib olish oson emas aka. Realni aka bozorga chiqib sota olmaydi shu qo'yda aka. Savdogar akalarimiz kelishyapti, dehqon akalarimiz kelishyapti. Aka hani ish dorozdan kirgan odamni aka buni yolg'on bo'lmasin, qo'y bilan qaytaryapmiz aka. Xudo xolasa qo'ysiz kelishmaydi aka. Og'on odamlar kommentariyga yozib qo'yisholsin aka. Telefon qilishga shoshilavering aka. Bu 3-partiyalarimiz Abdulakim. Bu 3-partiyalarimiz aka. Bundan keyingi yana ham udorlardan chiqadi aka. Voh.
Soni nechta Abdulla aka? 18 dona aka. 18 ta. Dorlaridan aka. Hammasini qara. Simpatka. O'zi hozirgi o'zimni aka, naborat hozirgi o'zidan girilari ham bor ekan, Abdulla aka. O'shanda aka, hozir qo'zlar juna olingan varianti, bular juna olinmagan variant aka. Lekin mana qo'chqorlar aka chakana qo'ymasdi endi mana. Sipat ko'rib qo'ying aka. Endi buni tepasiga kiymaguncha aka. Quloqlari ham butun ekan, janivarda aka. Ajratish qiyinroq. Shuning uchun xafa bo'lish yo'q. Qo'y telefonda aka katta qo'y, kichik qo'y katta ko'rinadi, lekin chakana qo'ymas. Voy kelishıyorsun aka, telefonda olsa ham, men tevasiga kelib ko'rib olsa ham aka, qo'y puliga arzimasa aka, aytishadi aka. Xudo xolasa telefonda olsa ham uyga borganda rahmatni aytib qo'yishadi aka. O'rinmasdan pul sanab berishadi. Qanchadan deymiz Abdulla aka? Narxi ham aka 42-43 yo'q aka. Qo'yda qara. Siz obunachalaringizga Sardor blogerda ashaddiy obunachilar aka. Tirs narx qo'yamiz, kitob topamiz aka. Buni cho'zish kerak yo'q, mikinchikin qilish kerak yo'q aka. Qo'lni bering. Maqsad sotish aka, realni buni. Bir yerga 18 tasini oldim degan obunachimiz aka 42-43 o'tdimi 4 million so'mdan bir yerga. Baribir aka olsin aka. Mayda juda qilish kerak. Mayda juda qilish kerak aka. 4 million so'mdan. Qadrdoni bo'lgan aka. Olishsin mana aka. Ortiqcha gap so'zi kerak yo'q aka. Buni qo'ylar endi chakana bitta aybi bor. Endi 500 ta 400 ta qo'yib kelinadi aka. To'g'risi gap ishda tarov berilmagan xolos. To'g'risi gap. Buni qo'ylar qara, o'zi tulaveryapti-yu. Xudo xolasa aka, endi Abdulla aka, lekin bitta narsani unutmangki, har safar aytaman-da, mard bo'ling deyman. Mard bo'lib yashayvering. Voy mardlik aka, shunchalik endi. Jon aka. Yo'q, YouTube'ga qiziqtirish, mana bu savdoga qiziqtirish maqsadida inson partiya narxini tushirish kerak. Iloji yo'q-da, qiziqish kerak-da odam. Bo'ldi, gap siz aka, lekin undan o'zimga ham steroid qilmaydi. Lekin olsa aka qo'yim ko'p, ertaga yana kelyapti yangi partiya qo'ylarimiz aka. Men hammasini bir joyga olaman sen 100 dan kam aka. Baribir aka meni olsa 3 million 900 ming so'mdan mayda chuda qilish keragi yo'q aka. Ezgilab savdo qilish keragi yo'q. 3 million 900 mingdan aka buni qo'yiladi. Orqa oyog'ini ham ishlatmaydi-da. Olsa aka, xudo xolasa obunachilarimiz uchun bo'lyapti aka. Lekin bitta narsa aka. Yana aytaman aka. Odamni qiziqtiradigan joy qo'y, o'zi qiziqtirib bo'ladi-da bu insonni. Odamni qiziqtiradigan joy puli bo'ladi aka. Puli mana sizga yengil. Iloji boricha yengillik qilinyapti-da. Agar haqiqatan arzon bo'lsa aka, chiroyli qilib kommentariyaga otangga rahmat Abdulla akim. Bundan ham ko'proq olib kelgin, bundan ham ko'proq. Va xudo xolasa kelishyapsa aka, hammalarni ishlab bitkizib beramiz. Bitta olaman degan obunachini ham 100 ta olaman degan obunachini ham bitadi aka. Xudo xolasa aka telefon qilishga shoshilavering. Bu 5-4-partiyamiz a. Bundan keyingi aka qora variantlari shuni aka. Endi haqiqatan hozir ham 4 millionni pastda chiqdi. Aha. Endi bu ham 4 millionni pastda degani to'g'risi gap. Ushalar narxida ketaveradi aka. Buni qilish kerak. O'zi 4 million pastda qo'y yo'q aka. Lekin bo'y bas hamma yo'g'i bir xilda aka. Mana 3 million 900 dan qo'ydim, 3 million 900 ming so'mdan ketaveradi aka. Mard bo'ng Abdulla aka. 4 millionda aka mana pastda 100. Sonimi aka, soni ham 19 dona aka. Bugun kayfiyatim yaxshi. Bugun narxlar yaxshi chiqyapti-da. Shuning uchun kayfiyatim tortishmasadim yo'q. Orcha tortishmasadim yo'q. Sonni nechladingiz? Soni 19 dona aka. Hammasi qo'chqar. Hammasi qo'chqar aka. Yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi aka 8 oylik plus minus aka. Bo'y vasti qanaqa chiqadi? Bo'y vastilari aka 75 plus minus aka. Narx qanchadan? Narxi ham 3 million 900 ming so'mdan dedim. Voy Abdulla aka. Tallab olsin bo'ldi aka. Mard bo'ng. Orcha tortishgani to'g'risi gap yaxshi kayfiyat. 8 dan. Baribir aka meni olsin aka. 3 million 800 ming so'mdan bo'ladigan narx aka. Buni 3 million 800 dan tallab olsin aka. Shashilmang, bo'ladigan narx men bugun rekord narxda bo'ladi aka, xudo xolasa. Bir yerga olaman degan 19 tasini olaman degan obunachimiz aka. Bitta sari qo'shib 20 ta ham qilib beraveraman aka. 20 ta olaman degan obunachimiz 3 million 600 ming so'mdan. Baribir aka meni olsin aka. Obunachilaringiz ammo bir yerga bo'lsa ketaveradi aka. Abdulla aka, mana aka 19 dona bo'ylar aka 75 plus minus atrofida aylanaveradi aka va 70 plusga olsa bonus obunachilarimiz aka. 3 million 600 ming so'mdan rasprodaja narxladi aka. Telefon qilishga shoshilavering aka. O'ylangan odamsiz qo'ysiz qoladi, dangal gap. O'ylanma. O'ylangan odamchi o'ylandi. Aka 3,5 million 36 qo'y qolmadi, lekin men obunachilar uchun to'p beryapman aka. Hozirda odamlar o'ylanadigan paytda hayoli parishon. To'g'risi gap, hayol parishon. Vo, deb o'ylanadi. Bunga o'ylanasiz aka. 3 million 600 mingdan hozir dakan xo'razam bermayapti. To'g'ri tushuning.
Ochiqcha gap. Aka, yaxshi yo'sh taklif qilinyapti. Xudo xolasa o'ylanmasdan oling. Qadringizga yetib baho aytilyapti aka. To'g'risi gap, 39 qo'yib qo'ysa, mana bolani kim so'kadi? 3 million 600 ming. Maqsadimiz sotish aka. Obunachilarimiz uchun mana bo'lyapti. Arzon yeridan aka, qo'rqmay kelishyapsiz aka. Arzon qo'ya olaman degan obunachimiz meni oldimga kelyapsiz aka, xudo xolasa. Hammalarning ishini ham bitkazib beraman aka. Mana bolonchilar duo qilib qo'yasiz. Olganga ham sotganga ham barakasini. Barakasini bersin.